12-mart 26-yil Black Splendor bog'imizda sovuqdan himoya maqsadida tutatish ishlari olib borilyapti. Butun bog' tutunga to'lgan. Kechqurun -2 bo'ldi. Xudo xolasa yaxshi holatda. Kurtaning holatini ko'rsaman. Taxminan bir 30-40% ochilgan, shuningdek 65-70% atrofida ochilish arafasida turganlar bor. Kecha qor yoqqan. Saharda yaxshi harorat unaqa sovuq bo'lmadi. Va himoya maqsadida kaliy sulfat va bor berganmiz. Endi bo'lsa ikkinchi bosqich tutatishni amalga oshiryapmiz. Xudo xolasa bu sovuq havolardan ham imkon qadar talafotlarsiz o'tib olishga harakat qilamiz.